Ortaklar bugün 18 dekabr 2025 yıl Equinox maşinlarimizning har xil variantlaridan, har xil turlaridan bor. Xo'p, birinchi boshidan bu mashinamiz 2022 yıl. Mashin benzinda. Balon o'zini holatida, rodnoy balonlar. Quruq tonirovkalari bor. Mashin idealniy sosteniyada. Abduba abograflari bor. 61 ming probekda eng full pozitsiyadagi Equinox mashinamiz 2022 yılı. Narxi 380 milyon so'm aytilib turibdi. Endi narxi yozilib turgan narxdan aytib o'tib ketaman, lekin albatta ustida gelsangizlar zo'r narxda qilib beramiz. Naqd barter savdo ish beramiz. Masalan, o'zingizning mashinalaringiz bo'lsa barter qilamiz. Yetmaganini durib beramiz. 1 oy 2 oy bo'lsa, hatta undan ko'proq vaqtda bo'lib beraman desak bo'lsangizlar, xohlasangizlar nasiya savdo orqali chiqarib beramiz, xohlasangizlar bankka. Endi bankni ko'pchilik odamga tavsiya beraman, lekin nasiya savdo mashina variantlarimizdan bor. Xullas 2022 yil Equinox, bu tarafda 2021 yil ishlab chiqarilgan Equinox mashinamiz bor. Bu mashinamiz sosteniyasi zo'r. Bu mashinamiz ham eng full pozitsiyada. 4 yumshoq balon toza qo'yilgan, ko'rishingiz mumkin. Quruq tonirovka urilgan. Mashinada shumka yo'q ekan. Oyoq tina polikda tashalgan. Benzinda eng fulli 64 ming probek. Kraskasini ham probekini chiqarib beramiz. Ustalar zappar tekshirtirib, keyin pulini sanab berishsa bo'ladi. Hech qanday mashinani pulini berib keting, sotib olib keting, keyin ketib tekshirtiraverasiz, aranda uzaytiraverasiz degan gap yo'q. Boshida tekshirtirib, ko'rsatib bo'lib, keyin pulini sanab beraverasizlar. Bu mashinamiz narxi 300 chada mana 340 madi. 340 milyon so'm aytilishini kelishtirib, cho'tlik narxda qilib beramiz ustunda. İbyan tarafta 2023 yılı pes deseyizler, bir anda yine 23'nü Equinox'an bor. Full komplektatsiya, shumka, parok, 4 yumshoq balon, poliki, mashin benzinde 50 ming probekda. Ko'pchilik videoga satılır ham qo'yilgan. Ko'pchilik odam aytishi mumkin 23 50 ming, 21 60 ming, arka 22 60 ming nechunning deb. Biravay deydi, biravay demaydi ashuni. Probeklarni, kraskalarini bemalol tekshirib ko'rib, keyin beraverasiz aytganimni. Xo'p, bu mashinamiz narxi 420 milyon so'm aytilib turibdi. Gelsangizlar 10 milyon 20 milyon so'm kelishtirib beramiz ustunda. Xo'p, bu tarafdan 2023 yil Equinox mashinamiz bor. Parok qo'yilgan, doполнительный и quruq tonirovka urilgan. Balon o'zini adna balonlari. Bu mashinamizdan sosteniyasi zo'r. Oxirgi pozitsiyasi 27 ming probekina. Kam probek izlayanlar uchun. Xolos sizlar bu mashinamizdan 425 milyon so'm deb qo'yibmiz. Lekin albatta arzon narxda qilib beramiz. 15-20 milyon so'm tushib ketaramiz baho. Dilim tapilsangiz oldi dedi-ku. Bu yanda boshqacha variantda Equinox mashinamiz ham bor. 2021 39 ming probek. Konkret imaj. 4 yumshoq baloni bor, tonirovkasi bor, shumkasi bor. Ustunda yo'q. Yoshlar 39 ming. Abduf rejimlari bor. Podagrev rejimlari bor. Xullas, bu mashinamizning narxi 340 milyon so'm. Ham mashinani misol sosteniyasi zo'r, bir detal, ikki detal kraskasini gapi yo'q. Ma'ozlarga kerak deyarlar uchun bu yon tarafda zo'ri bor mashina. 2023 yil full komplektatsiyada e'tibor bering, shu mashinani o'zi salon narxi 472 milyon so'm. Sizlar esa shu mashinamizni biza 320 milyon so'mga qo'yib beramiz. Telefon nomerlarini qoldiramiz, e'tibor bering 90 738 88 89 telefon nomerlari bog'lanib, xohlasangizlar Telegram, xohlasangizlar imo orqali aloqa qilsangiz bo'ladi. Albatta shu mashinani baraka qilaman desangizlar 2023 yil. Endi aybi shu, sal bir kraskada ekan, ham mashin egadan gat turibdi. Ega Toshkentda boshqa bir mashina pul chiqarib berishim kerak, boshqa mashina oldim. Shunga pul chiqarishim kerak, shuning uchun zarur sotishman deb arzon ko'p qo'ydi. Lekin 36 ming probekda 23 yil fulli parok, 4 eshik shumka, 4 yumshoq balon, tonirovka, xullas mashin benzin olgan bilan lekin tax. 320 milyon so'm narxi. Xo'p, keyingi mashinamiz ham Equinox bo'ladi.
Bir gün özü Polni Equinox maşınlarını çözüp beraber. Keyingi videolarda Xudo xolasa başka maşınlarını çözüp beramiz. Şuncha yok, parok bor. Balon ham o'zini holatida. 20 ming probeg. Ya, ko'rishingiz mumkin. Abdulf Abagrev bor. Eng full 3-pozitsiyasi. O'zi Equinox mashinalarda 21dan, 22dan tartib yanına 23-24larda 3 xil pozitsiya bo'ladi. Birinchi pozitsiya mordasi prostoy bo'ladi, ikkinchi pozitsiya ish narsa, почти atari Abdulflar yo'q. Чувствительный narsalari yo'q yine. Yine bir iki funksiyalari yo'q. Bu tumanka ham qo'yilgan. 2023 mashinamizdan narxi 410-415 million so'm bo'lib boradi. Bemalol gelip üstünde yarıştırıp alsanız bo'ladi. Keyingi mashinamizdan Equinox 2023-yil. Bu narsa doğrusu ko'pchilik adam nima deydi, qiziqadigan narsa bu. 2023 lekin probegini aytib bering. 6000 probeg. Haqiqiy 6000 yurtibdi. Yana 6580. Eng fulli qora svet, parok, poliki, boshqa iloji yo'q. Boshqa hamma rodnoy. Kraskalar ham polni toza bemalol tekshirib borasizlar. Bu mashinamiz narxini 480 million so'm aytib qo'yibmiz. Kelsangizlar, undan ham yarashtirib beramiz ustunda. Albatta avtoshop profillarimiz bor, Instagramdan, Telegram kanallarımızdan bor. Abone bo'lib qo'ysangizlar, boshqa mashinalarimizdan kunda 10-15 tane mashin qo'yib turibmiz. Keyingi mashinamiz ham Equinox. Bu mashinamiz ham 2023-24, kuzov 24, texpast 23. 4 yumuşak balon, parok, 44 ming probegda. Salon qismi ham zo'r holatda. 45 ming ekan, почти. 845 ming. Eng fulli. Xullas, bu mashinamizdan xayrli kelsangiz bo'ladi ya. Narxi aksiya tushdi bu mashinamizni. 420 edi, 395 million so'm olsangiz bo'ladi. Xullas, Equinox mashinlarimiz 40 xil variantda. Bemalol gelip xayrli ketaverasizlar. O'zingizga kerakli bo'lganini bir ko'ngillar tikkatadi-ku, tikkatgan vaqtda shu mashinani ustidan savdo olib ketaverasizlar kelsangizlar. Yan tarafda Malibu mashinalarimizdan ham bor. Xolosangizlar белый жемчуги, xolosangizlar qorasi, metan qo'yilgan varianti, benzinda turgan variantlari, Premier 1.5 turbina 204 desam 204 dan ham bor. Atmosferniy variantda metan qo'yilgani, oqi, qorasi, benzinda turgani. Bu mashinalar ham shuni, Premierlar. 1.5 turbina. Narxlari 21-22 lar 330, 340, 350 million so'm. Mana misol белый жемчуг. Mashina zo'r sosteniya 30 ming probeg. Narxi 335 million so'm. Albatta üstüne geçtirib beramiz yana белый жемчуг rangda. Bu narsa doğrusu bak o'ynab, bu narsasini qoraytirib berib, tonirovkani krugoy tartib qapqaratib, beton atib yursangizlar mazza bo'lib turadi. Sosteniyasi zo'r, kraskalari toza polni. 2021-yil Premier 4 yumshak balon, Merz ходовой. Zo'rat taxlangan, mashina metan ham sinovga qilingan. Benzindan ichib yursa, metandan shunda bo'ladi. Razgomlari, yurishlari, tezligi toshdi shunday, lekin benzina qaraganda birebir kamaydi. 50% edi. 50% ham kamaydi dashi. Xullas, bu mashinamizdan narxi 330 million so'm deb turibmiz. Endi kelsangiz ustiga yasab beramiz. Telefon nomerlarini aytib o'tdik, yana bir aytib o'tamiz. Yadda qolganlar uchun 90lik 738 88 89 aloqa chiqarasizlar.